Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'zingizni kimlik bilan tanishtirsangiz, ismingizni qo'shib. Mening ismim Abdurahmon Alqam, Urumchi konsulxonasida o'tirman. Chet el chiqish sababingiz? Chet el chiqish sababim o'qish sababdan chiqqan menga. Hozir vatanni tuqqanlarni ko'rishga qancha vaqt oldi? 1,5 yil falan bo'lib qoldi. Uni turmush qanday qilyapsiz siz? Turmushda shu ustozlarim falan yordam qilib shunday o'tyapman. O'zim Iqtisodiy nasl uzilib qoldi. Uzilib qoldi. Ota-onalaringizningki ular lagerda turmadimi? Aniq bilganlaringiz so'zlar. Tuqqanlar ismini. 1,5 yil burun shu Ramazonda bir xabar keldi-ki shu achamdan. Vatanniki atamlar apam shu faqat chiqib o'qiyib turmishiga deganga 15 yildan kesibdi. Faqat apamlar shu bir qitimdan chiqarishkisi. Ko'gilimni aytgan vatanda bizning tijorat qiladigan kiyim do'konimiz ati. Turkiyadan shu kiyim olib kirib ketib, men ko'ga ishlim qilganga musabdan 15 yil kesayotgan gap. 15 yildami? 2 yilni. Mendan boshqa yana ular ismini bilmasizmi? Atamning ismi Alqam To'xti, apamning ismi Buhajar Ablat. Adresingiz konsulxonasida. Konsulxonasida o'tiramiz. Ulardan boshqa yana mendan boshqa 3 ukam bor. 3 ukam hozir nima qilyapti, nerda hech qanday bir xabar yo'q vatan bilan. Adamingizdan-chi? Adamdan xabar yo'q, hech kimdan xabar yo'q hozir vatanda. Adamingizning ismidan. Adamning ismi Fazilat Abdushukur. Ukallarimning ismi mendan kichkina Nusratay, undan kichkina Muhammad, undan kichkina Zahra. Bu bolalarni nerede bilmaysiz? Ne işlerdik bilmiyorum. Çoğun dadam çoğun apamla yendim ketsem, ulanım lagerga kirip vakandan kep varken. Fakat lan şu balam, nevran şu Türkiye'de okuyordu dedi lan. Başka hiç bir sebep yok. Çoğun dadamızdan çoğun anızdan ismini demiştim. Çoğun dadamın ismi Ablet Acem, çoğun apamın ismi Aminem Ablet. Ulanın başka tavamlarımız var mı yok mu? Ya, ulardan haber yok hiç bir. Ulan şu apamның fikirleri var diye ulardan hiç haber yok. Bütün bir cemaatdan hiç haber yok. Hiç bir. Paranı hiç bir gap koşup 1,5 yılına yakın avazını anlap bakmanın hiç Başka yaptığınız var mı? Ben şu hazır birinci Allah'tan yardım dileyim. Bütün Uygurlarning bu şeyliği to'xtab qolmay, bekroq kurash qilarmi shu? Vatan sal yaxshi o'qcha. Hammasini qutqizib chiqishib inshaalloh. İş olmayınca da lagerlarni taqib etsek, buni uflab yetavermay. Yaxshiroq bir texnik bekar ilgirlasak inshaalloh Alloh ilgirlagan sari bizga qalbiyatni berdi inshaalloh. Alloh rahmat qilsin. Rahmat. Rahmat sizga.